Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Murod Qodirov. Do'stlar, bugun 5-mart sanasida turibmiz. Afsuski ishlar chiqyapti, faqat armalardan chiqyapti. Ularni chiqarishni xohlamayapman, chunki o'zingiz bilasizlar, bir xillarni aldaydi, bir xillari beradi. Endi hammasi ham emas. Shuning uchun juda ko'pchilik odam ish so'rayapti, bizlarga ish chiqarib bering, ish topib bering deb. Shunday guruhlarni qaraymiz. Chiqqan ishlar bilan sizlarni telefon qilamiz, o'rganamiz, qanaqa qayerda pullarni o'zingiz gaplashasizlar. Nomerlari bilan nima qilamiz. Hozir bu yerda bitta Telegram gruppaga kirdim. Bu yerda yozib qo'ygan, shu ish bor deydi. Mana. Постоянныйga ish bor deydi. Prava RF deydi. Meni ekskavatorga deydi. Telefon qilamiz. Videoni boshlash oldin bitta like'larni bosib qo'ysak, xudo xolasa, biz xursand bo'lgan bo'lar edik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanday? Siz Murod aka. Ikkoz. Mana Murod akani oldiga keldik. Hammasi haqiqat ekan, pravani qiynalmasdan topshirib oldik imtihonlarini. Ishonchliman hammasi? Ishonchli. Gap yo'q. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Qirg'izistonlik brat, boy aka. Qalay? Yaxshimi? O'zingizlar qandaysizlar? Yaxshi bo'ladi. Ikkoz. Kelingizlar, sizlar ham olingizlar pravadan. Ishonchliman ekan? Tushunishdi. Bo'ladi, gap yo'q brat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nechsiz? Radaganing podpischiklari. Qarazim Bog'alon, Yangi bozor. Yangi bozor. Ekzaminlardan o'tdik, hammasi yaxshi, ishonchli. Kelinglar, tavsiya qilamiz. Sizlar ham spetsixnika prava o'qinglar, spets texnikachi bo'linglar. Assalomu alaykum, yana bir marta. Assalomu alaykum. Akamiz, qayerdan keldingiz aka? Ekaterinburgdan keldim aka. Gorod Ekaterinburg. Sizni YouTube'dan ko'rib, mana rost ekan, ishonchli joy ekan, mana keldik. Hammasi rost ekan. Mayli, ishonchli hammasi tavsiya qilasizmi bolalarga? Tabrikimiz aka. Ishonchli. Bolalar, sizlar ham agar prava o'qimoqchi bo'lsangiz, faqat spets texnikalarga shu pastda ko'rib turgan nomerlaringizga telefon qilsangizlar, xudo xolasa olib beramiz. Mart oyiga zapis ketyapti. Алло, добрый вечер, Олег. А вы нашли машиниста на мини-экскаватор? Плюс-минус, а вы сами опыт есть ваших работ? Опыт есть, да. Права российские. Ну, только гражданства нету, конечно. Гражданин Узбекистан. Узбекистан. Ну, давай, нам нужно, да. Так, а смотрю, 500 рублей часовая оплата же, правильно? Да. Жилья нету. Ну, жилье, живет механик, не знаю. А насчет задержки хотели заинтересоваться? Да нет. Задержки нету. 2 раза в месяц, да? Да. Хорошо. Когда? Завтра надо уже начинать работать, да? Ну, вы сейчас киньте мне удостоверение, завтра на базу подойдете, я скажу, где база, сейчас кину вам точку. Все хорошо. Все, давайте на WhatsApp. Механик там посмотрит все. Все хорошо, давайте. Bolalar, eshitdingizlar, meni ekskavatorga ish bor ekan. Soatiga 500 rubldan yotoq joy berilmaydi ekan. Postoyanniy ish bor ekan. Bir oyda 2 marta расчет deyapti. O'zingiz gaplashasiz pullarni. Men hozir sizlarda nomingizdan gaplashdim, Moskvadaman. Shunaqa rossiyskiy pravam bor deb, faqat rossiyskiy pravasi borlar. Meni ekskavatorda ishlab ko'rganlar, iloji bo'lsa telefon qilib borsangizlar, xudo xolasa sizlarni ham ishga oladi. Просто men aytinglar, что Telegramdan oldim denglar. Chunki u odam bilmaydi, meni tanimaydi. Meni bu YouTube'ga qo'yayotganimni bilmaydi. Shuning uchun o'zingizlar gaplashib nima qilinglar, chunki juda ko'pchilik odam Moskvadan so'rayapti, menga ish topib bering deb. Shuning uchun telefon qilamiz.